Assalomu alaykum hammaga. Bugun birgalashib sizlar bilan murskoy kapriz boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar qazi, kopchonniy kolbasa va kopchonniy tovuqdan foydalandik va albatta sir, qattiq sir. Va bizga kerak bo'ladi mayonez, Maxeevkini tanladik. Ishimizni bismillah deb qazini parre qilishdan boshladik. Parre qilib to'g'raymiz. Imkon qadar hamma masalliqlarimizni parre bo'lib chiqqani yaxshi. Bir xil ko'rinishda bo'lsa, ishtahojar, chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Qazilarimizni to'g'ri bo'ldik. Keyingisi bilan kopchonniy kolbasadan boshlaymiz. Buni ham parre qilib to'g'rab olamiz. Hammasi parre bo'lsa, somoncha shaklda bir xil va chiroyli bo'ladi. Tovuqimizni to'g'raymiz. Men hammasini bir xil qilishga harakat qilaman. Mana ketidan tovuqni soldik. Albatta keyingisi qattiq sirimizni bir xil shaklda to'g'rab, buni ham sovardik. Ketidan mayonez solamiz, ko'p emas. Kamroq qilib ketidan tuz va hamma massamizni bir xil ko'rinishga kelguncha aralashtirib olamiz. Birpas tayyor bo'lgandan keyin xolodilnikka qo'ysak, mazalari bir-biriga uyg'unlashadi. Yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yasizlar, salomat bo'lasizlar.